O'qish va xizmat tarixiga yolg'ondan xizmat tajribasi yozishga bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Biz shaxslar ochgan bir kursda o'qigan bo'lib, 6 oy haftasiga 10 soat dars bor. 2 oy projekt bor. Yana ba'zi kurslarda har kuni 2-3 soatdan haftada 7 kun 8 oy davomlashadi. Projektlar bilan toplam 1 yil. Bu kursdagi muallim aniq qilib, bu o'qish va projekt bilan yozgan kod va ishlagan projektinglar normal shirkatning 3 yillik tajribasiga barobar deydi ekan. Va o'quvchining darslarini o'zlashtirish, projekt ishlash ahvoliga asosan o'zining shirkatining nomida 2-3 yillik tajribasi bor deb muayyanlashtirib beradi ekan. Bu o'qishda tarbiyalanganlar amaliyotda 2-3 oy projekt ishlaydigan bo'lib, saviya jihatdan haqiqatan 2-3 yillik xizmat tajribasidek bo'ladi ekan. Nurg'unlar o'qish bitiribla yuqori maosh xizmat topdi degan uchurlarga qiziqib, bu kursda o'qiganlar bekli ko'p. Tor dunyosidagi bu sohaga aloqador xizmatchi qabul qilish e'lonlarida ko'pincha eng oz 3 yil yoki buningdan ko'p xizmat tajribasi bo'lish shart qilinadi ekan. Shunga bizlar bu kursni tamomlagandan keyin xizmat izlash bosqichida talab qilinadigan tarjimahalga biz kursda o'qigan o'rinning sizlar munchilik projekt ishladinglar, munchilik xizmat tajribasiga ega bo'ldinglar deganiga asosan 2 yoki 3 yillik tajribam bor deganni yozdik-miz. Va bizlar o'rtoqlashgan tarjimahallarni aloqador shirkatlar kompyuterda tanlash elib borgandan keyin shartlarga muvofiq deb qarasa 100 durani imtihonga chaqiradi ekan. İmtihandan o'tsa, ondan rasmiy texnikalik imtihonga kiradigan bo'lib, ular u kishining haqiqatan texnikasi bor, ashu ishlarni qila oladigan deb qaraganlardan burun ishlagan yeringda qanchalik maosh olganding, bizdan qanchalik talab qilasan deb so'raydi ekan. Ondan xizmat to'xtami va maoshni deyishib qabul qiladi ekan. Bu savollarga majburan munchilik maosh olib ishlagan degandek yolg'on javob beradigan ish chiqadi ekan. Bu xil ahvolda yolg'onchilik aralashib topgan maosh halol bo'lamdi? Mushu usul bilan xizmat tepib bo'lganlar qanday qilish kerak? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oil tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Siz aytgan kurslar hozir dunyo miqyosida nihoyat bozorliq, ixtisos egillarga bo'lgan ehtiyoj kun sayin oshayotgan, istiqboli parlaq bir kasbda o'quvchilarni tarbiyalayotdi. Haqiqatan yaqinqi yillardan beri yoshlarimizning bu kurslarga bas-basda qatnashayotganligi, yana nurg'un yoshlarning millatsuvar ba'zi ustozlarning besib o'qitishi natijasida birer yil o'qibla yaxshi maosh bilan ishlarga o'rlashganligi haqida anglab kelyapmiz. Kurslarning ichki ahvolini yaxshi biladigan biri bo'lish sifatingiz bilan masalaga inchki muomala qilib, halol kirim, halol rizq izlashga tirishganligingiz uchun Alloh ajringizni bersin. Gapimizga kelsak, yuqorqi savolingizga tövendagidek 3 ga bo'lib javob berishga to'g'ri keladi. 1. Bu kurslardagi muallimlarning o'quvchining darslarini o'zlashtirish, projekt ishlash ahvoliga asosan aniq qilib, bu o'qish va projekt bilan yozgan kod va ishlagan projektinglar normal shirkatning 3 yillik ish tajribasiga barobar deyishi faqatla shu o'qituvchilarning o'z kurslariga bo'lgan ishonch va tajribalariga tayanib chiqargan mo'lchariy bahosidir. Ular buningda tamoman erkin. Ammo haqiqatda 2-3 oy projekt ishlagan o'quvchilarga shaxsiy qanoatlariga tayanibla o'z shirkati nomidan 2 yoki 3 yillik xizmat tajribasi bor deb yozishga ruxsat qilishi, hatto o'gitishi, tezi kelganda guvohlik berishi, agar shunda qildiganlar bo'lsa, ochiq yolg'onchilik, aldamchilik tashviq qilish va saxta guvohlik doirasiga kiradi.
Buni kurs yoki o'qituvchi emas, shu sohaga aloqador yoki sohadan xabari bor salohiyatli organ yoki komitet tekshirib baholash natijasida faloni saviya muncha yillik xizmat tajribasiga tang desa to'g'ri bo'ladi. Agar har qanday maktab yoki kurs, hatto shaxs biz o'qitgan o'quvchilarning saviyasi to'liq kurs saviyasida yoki muncha yil xizmat tajribasi egillagan bilan tang daversa, jamiyatda ixtisosliklar paxalliqqa kelib chiqib, haqiqiy ixtisosliklar ishsiz qilib, ixtisoslik qiyofatiga kirib olgan xizmatga urilishib oladigan nohaqchiliklar ko'payib ketadi. Shunisi ro'shanki, qandoqli soha bo'lishidan qat'iy nazar, xizmat qilish orqali egallaydigan tajribalarda amaliy xizmat jarayoni bilan vaqt omilimi nihoyatda muhimdir. Muallim yoki kurs yetakchilarining nurg'unlar o'qish bitiribla yuqori maoshli xizmat topdi degandek tashviqotlarimi amaliy ahvoldan oshirib o'tilsa, ko'ptirib qiziqtirish darsiga kirdida to'g'ri bo'lmaydi. Ikkinchi, mazkur kurslarni bitirganlar xizmat izlash jarayonida tarjimaliga 2-3 yillik xizmat tajribasi bor yoki qatnashgan turlarga qatnashdim deb yozishi va agar 100 turani imtihoni so'rilib qolsa, munchilik maosh olib ishlagan degandek yolg'on javob berishi yolg'onchilik, aldamchilik va saxtibazlik qilganlik bo'ladi. Sha'ni ulug' Alloh azza va jalla shundaqla uning payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu qilmishni kufr va nifoqning alomati deb chakarlab, buningdan qattiq to'sgan. Jumladan Alloh taolo bundoq degan: "Sizlar butlardan iborat najisdan saqlaninglar, yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Faqat Allohning oyatlariga ishonmaydiganlarla yolg'on chaplaydi. Ana shularning o'zlari yolg'onchilardir." Sahihaynda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam doimo rostchil bo'linglar, chunki rostchillik yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir odam davomli rost so'zlab, rostchil bo'lishga tirishsa, oxiri Alloh taolaning nazarida rostchil deb yoziladi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yolg'on so'zlashni cho'ng gunohlar qatoriga kirgizgan va men sizlarga cho'ng gunohlarning eng cho'nglaridan xabar bermaymi? U bo'lsa-mu yolg'on so'zlash yoki yolg'on guvohlik berish degan. Birlikka kelingan bir hadisdami payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yolg'on so'zlash va yolg'on guvohlik berishni Allohga sherik keltirish va ota-onani qo'shishdan qolsa cho'ng gunoh qatorida sanagan. Bu hadisda Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qoshida cho'ng gunohlar tilga ilingan edi. Cho'ng gunohlar Alloh taologa sherik keltirish va ota-onasini qo'shishdir dedi. Rasul akram bu so'zlarni aytganda yo'linib o'ltirgan edi. Keyin o'zini o'ngshab tik o'ltirib, "Ogoh bo'linglar, yolg'on so'zlash va yolg'on guvohlik berish" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zni davomli takrorladi. Hatto biz "Kashki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'xtashchi" deb qoldik. Yolg'on so'zlash yana amallardagi munofiqlikning bir alomati qilib bekitilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: "Munofiqning alomati 3dir. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasiga xiloflik qiladi va omonat qo'yilsa xiyonat qiladi." Yuqorqi ko'rsatmalardan dinimizning yolg'onchilikdan naqadar nafratlanganligi, bevosita yoki vositalik bo'lsin, bandining o'zini va kelajak avlodlarini uningdan pok tutishga ahamiyat berishi lozimligi ma'lum bo'ladi. Yana kelib, yolg'onchilikning haqiqatni burmalash, amaliyotga uyg'un bo'lmaslik va nifoq ahliga o'xshab qilish jihatdan ig'ir qilmishligi hammaga ayondir. Shunga xususan tarjima holiga yolg'on yoki mubolag'a mazmunlarni qo'shib ishga urilishdek yolg'onchilik, aldamchilik va saxtibazlikning bir qitimliqimi haqiqiy o'qigan, xizmat tajribasiga ega kishining xizmat fursatidan mahrum qilishini keltirib chiqarib, yolg'onchilarning ishga urilishi qulaylashsa, buni ko'rgan boshqalarmi o'xshash yo'lni tanlaydi-da, bu xohish bara-bara jamiyatda keng yayilib ketib, buning ziyni butun xalqqa keladi. Halbuki
bir kishining haqqini yeyishning o'zimi mo'ljalligisiz musibat va gunohdir. Demak, shaxsiy tarjimaxonga haqiqatdan ortiq xizmat tajribasini yezish Rasululloh ogohlantirgan yolg'onchilikdan iborat cho'ng gunohdan birini sodir qilganlik bo'lib, iymon aytgan kishi uchun uningga yaqinlashmaslik, qilib solgan bo'lsa pushaymon qilish va qayta qilmaslikqa bel bog'lash orqali tavba qilish so'ridir. Tarjimalda haqiqiy o'qish tarixini va amaliy tajriba muddatini aniq bayon qilib, o'zining va ustozlarining qanoatida o'zini 2 yil xizmat tajribasiga ega bo'lganlar bilan teng saviyada deb qaraydiganligini aytib, dalil sifatida shu sohadagi ustozlardan tonishtirish va tavsiya xati olib, bu qanoatni kuchlantirsa, shirkatni o'zining astoydil ishlaydiganligiga qoyil qilishga tirishsa to'g'ri bo'ladi. Yoki maoshi to'varak bo'lsa-mu, yangi tajribasizlarga fursat beradigan shirkatlarni tanlash, 2-3 yil tajriba to'plagandan keyin o'z orzusiga ishga kirishga tirishish kerak. Uchinchisi, bu xil ahvolda topgan kirim halol bo'lamdi? Mushu usul bilan xizmat deb bo'lganlar qanday qilish kerak degan savolning javobida yolg'onchilik va saxtfazlik bilan xizmatga o'rinlashgan kishining ahvoliga qarab tafsiliy to'xtalishga to'g'ri keladi. Agar yuqoridagi tarjimahol bilan ishga kirgan bo'lsa va o'qish saviyasi, qobiliyati va tajribasi o'rinlashgan xizmat uchun yetarsiz ekanligini to'nib yetgan bo'lsa, eng to'g'risi dadillik bilan mudir yoki xo'jayiniga rostini aytish kerak. Agar shirkat xohlasa xizmatdan bo'shtadi, xohlasa bergan maoshiga rozi bo'lib xizmatga olib qoladi. Lekin o'zini taraqqiy qildirishga ishonchi bo'lmasa va berilgan vazifaning o'ddasidan chiqolmasa, eng to'g'risi istifa berishi, olgan maoshini shirkatga qaytarish kerak. Aksicha olgan maoshi haromdir. Agar qobiliyati va tajribasi o'rinlashgan xizmat uchun yetarli bo'lib, haqiqiy tajriba egisidek o'rinda olsa, saxta tarjimonga va bar bo'lsa 100 turan imtihonni qilib solgan yolg'onchiligiga tavba qilishi, boshqa haqiqiy tajribasi borlarning o'rniga o'rinlashib olishdan iborat qilmishi uchun ularning kechirim so'ray olsa, kechirim so'rash kerak. Olgan maoshga kelsak, shaxs qilgan emgiki va vazifasining o'ddasidan chiqqanligi uchun maoshi uning haqiqiy va halol maoshidir. Demak, yolg'onchiligi va saxtfazligi xohlab yoki majburiyatdan bo'lsin, og'ir gunoh bo'lsa-mu, olgan maoshi yolg'ondan yozib olgan xizmat tajribasiga qarata emas, vazifani layoqatli holda o'rindaganligiga, tar oqqizib qilgan emgikiga qarata berilgan. Shunga kirimi halol bo'ladi. Xizmatini loyiqida o'rindab ma'nolagan taqdirda, u yolg'onchilikka tavba qilib, o'qib to'liqlab oladigan tarafi bo'lsa, to'liqlab olishga tirishib, xizmatini davomlashtirsa bo'ladi. Shundaqdimi, mudirlariga rostini aytib, ularning roziligini olishi eng to'g'ridir. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2021-yili 9-oyning 1-kuni.